Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar, sigaret chekishlik harommi, halolmi? Sigaret chekish harom. Sigaret chekishlik Qur'on, sunnat bilan harom. Bunda kim ixtilof qilgan bo'lsa, havoyi nafsga ergashgan holda ixtilof qilgan. Biror halolligiga dalil yo'q. Biz bu masalaga kirishimizdan oldin buni halol deb olgan odamlarni shubhasiga javob berib o'tishimiz kerak. Halol deb olgan odamlarning shubhasi shuki, shariatda qoida bor. Al-aslu fil ashiya al-hil. Asli hamma narsa halolligi. Bu shar'iy qoida. Qur'on, sunnat bunga dalolat qilgan. Hamma narsa aslida insonga halol. Harom narsalar sanoqli xolos. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Qul innama harrama robbiya" deb boshlagan oyatda faqat mana ishlarnigina harom qildi deb sanoqli narsalarni haromligini aytgan. Yoki boshqa oyatda "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin" ila oxir al-aya. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganki, ayting, men o'zimga vahiy qilingan bu kitob ichida biror harom narsani topmadim. Asli shu. Hech narsa asli harom emas. Illo o'lik va to'ng'iz go'shti, qon va hokazo ana shu sanoqli narsalar harom. Ular aytadiki, sigaret harom deydiganlar, qani Qur'on sunnatda sigaret degan narsa harom dedimi deydi. Ma'lumki yo'q. Chunki Qur'on sunnat nozil bo'lgan paytda u sigaret degan narsa o'zi bo'lmagan. Ular shundan dalil oladiki, demak asli halolligi deydi. Shu tomondan ularga shubha kiradi. To'g'ri qoidadan noto'g'ri hukm chiqarishadi. Takror aytaman, to'g'ri qoidadan noto'g'ri hukm chiqarishadi. Mana shu balo ko'pchilikdagi. Qur'on sunnat dalili to'g'ri, lekin undan hukm chiqarish noto'g'ri bo'ladi. Ba'zi odamlarda. Sigaret ham shunga o'xshab ketadi. Halol deb olganlar nazarida. Nima uchun hukmni noto'g'ri dedik? Chunki nimaiki Qur'on sunnatda kelmagan bo'lsa, o'sha narsa halol bo'lsa, uni ismi kelmaganligi uchun u ma'no topilsa ham, lekin o'sha harom bo'laversa yoki halol bo'laversa, ko'p narsalar halol bo'lib ketishi kerak. Masalan, hozirgi kundagi vino, konyak degan, pivo degan narsalar yoki spirt degan narsa o'zi, aroq degan narsalar qayerda bor Qur'on sunnatda ularning ismi? Biror joyda yo'q ularning ismi Qur'on sunnatda. Nimaga shular harom yoki bunda birov ham halol deydimi? Halol degan odam kofir bo'ladi. Nimaga harom? Chunki shariatda illat degan narsa bo'ladi. Al-hukm yadur ma'al illat deyiladi. Illat degani sabab degani. Ya'ni bir narsani harom deganni shariat sababi bo'ladi. Hukm keyin o'sha sababga bog'lanaveradi. Uni ming xil ism bilan nomlansa ham. Ming xil aroqning nomi chiqsa ham, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi xamir degan narsadagi sabab bormi? Shu ma'no bormi? U ham harom bo'laveradi. Xamir degani arab tilida asli ma'nosi bir narsani berkitish degani. Ayolning ro'molini ham shuning uchun ximor deyiladi. Boshini berkitib turadi. Mast qiluvchi ichimliklar Qur'on sunnatda xamir deb kelgan. Berkitadi deb. Ya'ni inson aqlini berkitadi. Insonni aqlini berkitib mast qiladi. Ana shuning uchun uni xamir deyiladi. Endi shu sabab, aqlni berkitishlik degan narsa sabab qaysiki ichimlik yoki moddada topilsa va o'sha insonga rohat berish kayfiyatiga ko'ra topilsa, o'sha narsa harom bo'laveradi. Chunki shariat narsalarning ismigagina kelmaydi, uni ma'no hikmatiga qarab keladi. Yuqorida aytganimizdek, al-hukm yadur ma'al illat deyiladi. Har qanday narsaning hukmi illatiga bog'lanib yuradi. Shuning uchun hozirgi kundagi mana aroqmi, vinomi, konyakmi, pivo, har qanaqangi mast qiluvchi ichimliklar harom deyildi. Chunki o'sha narsa bor, aqlni berkitadi, insonga rohat beradi. Ana shu ikkita shart.
har qanday narsani harom bo'lishi uchun ikkita sharti bor. Aqlni berkitib rohat berishligi. Bu ma'no rohat berishligi degan narsaga qaytlab qo'yganligimiz sababi, chunki masalan inson narkoz olganda ham aqli ketadi, hushdan ketadi. Lekin rohat bermaydi u. Shuning uchun aytayapmizki, rohat berib insonni aqlini oladigan narsa harom deyiladi. Rasululloh zamonidagi xamirning o'zi deyiladi. Shuning uchun endi mana sigaretga qarasak ham, agar rohat bermasa hech kim chakmagan bo'lardi. Rohat beradi, shuning uchun chakadi. Agar haligi aqli hushi joyidan uchib ketaman degandek g'azab qilib turganda shuni chaksa g'azabim bosiladi deydi, yoki miyam joyiga tushadi deydi, yoki shu xayolimni jamlayman shunday qilib deydi. Bu narsalar hammasi dalolat qilyaptiki, aqlni berkitadi u. Aroqchalik insonni dabdalatib tashlamasa ham, lekin aqlni berkitadi. Shuning uchun ham aqli shu joyda bo'lmayotgan odamni aqli joyiga kelgandek bo'lib qoladi, bir sigaretini tortgandan keyin. Nima uchun? Chunki o'sha aqli shu joyda bo'lmasligini sababi o'zi u aql tabiiy ishlayotgandi unda. Shuning uchun joyida emas edi. Uni haliga bir tortgandan keyin aqlni u hushini yo'qotdi. Go'yoki aql boshqa narsaga ishlamayapti-da, endi aqlni berkitdi-da, shu faqat bir xotirjamlikka ishlayapti aql. Mana shu xamirdagi bor ma'no xuddi shu. Shuning uchun ham birinchi chekkan odam mast bo'lib qolishi ham mumkin buni ham. Rasululloh hadisda aytganlarki, ma askara kathiruhu faqaliluhu harom. Bir narsaning ko'p qismini mast qilsa, ozi ham harom deganlar. Qani bir odam yangi chekish paytida bir o'tirishda bir pachka sigaret chaksin, qani mast bo'lmaydimi? Yo'q, xayoli qochib qoladi. Mana bu dalolat qiladiki, o'sha harom. Aroqda topilgan ma'no bunda ham bor degani. Mana shu jihatdan o'zi daliliga kifoya bunda. Va yana Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi. Yuqoridagi ma'noni istisno qilmoqchi bo'lgan insonlarga raddiya bu. Ya'ni hamma narsa halol. Shuning uchun mana bu sigaret ham halol. Sizlar istisno qilishlaringga dalil yo'q deydigan odamlarga raddiya. Istisnoga dalil bor. Ya'ni hamma narsa halol deganligida ichidan mana sigaret, tamakilar istisno qilinishiga dalil bor. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi. Yasalunaka maza uhilla lahum qul uhilla lakumut tayyibat. Sizdan so'rashadi, nimalar halol bizga deb. Ayting, bizga barcha pokiza narsalar halol deydi. Alloh hamma narsa halolligini shartida pokiza bo'lsa deb shart qo'ygan. Kim shu sigaretni pokiza deb e'tiqod qiladi? Kim yoki mana shu nosni pokiza narsa deb e'tiqod qiladi? Agar shu pokiza narsa bo'lsa, kim bir tabiati, fitrati sog'lom odam o'shani masalan xotiniga chektiradi. Xotiniga chektirib, keyin o'sha xotinining og'zi sigaretga sasaganda o'shani hidlab o'tiradi. To'g'ri, kimlar bunday qilishi mumkin, lekin bu o'zi fitrati buzilib bo'lgan odamlar qiladi bu ishni. Lekin sog'lom fitratli inson johil bo'lsa ham bu ishni qilmaydi. Yoki kim farzandiga oldida shu sigaretni chektirib o'tiradi, xuddiki suvni ichgandek qilib. Kim shunday qiladi? Aqli shu joyda bo'lgan odam unday qilmaydi. Mana bu dalolatki, bu pokiza narsalik hukmida emas bu. Shuning uchun odamlar shundan qochadi. Farzandiga shuni qilmaslikni ta'lim beradi. Yoki birinchi sigaret chekayotgan insonlar ham nimaga shuni ota-onasidan yoshirib chekadi, pokiza bo'lsa? Ha, chekavermaydimi ota-onasi oldiga borib olib, suv ichayapman men degandek qilib? Nimaga shuni berkitib nos chekadi, berkitib sigaret chekadi? Bu dalilki, bu pokiza degan narsa hukmida emas bu. Jirkanch hukmida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "Istafsi qalbak va in aftakal muftun." Senga muftiylar fatvo bersa ham qalbingdan so'ra deganlar. Qani shuni qalbing shu sigaret chekkaningda, shu suv ichganingdek qabul qiladimi yo'qmi? Hech qalbingda zarracha shubhasiz shu tomog'ingdan o'tadimi yo'qmi? Senga shuni halollab bergan odam bo'lsa ham qalbingdan so'ra deganlar. Gunoh nima desa aytganlarki, al-ithmu ma haka fi sadrik va karihta yattali alayhi nas. Gunoh seni ko'nglingda shak bo'lgan narsa deydilar. Nima ko'nglingda shak bo'ldimi, o'sha gunoh degani. Odamlar shuni bilib qolishni yoqtirmasang, o'sha gunoh degani deganlar. Hadis bu. Mana odamlar bilishini yoqtirmadingmi, gunoh deyaptilar.
Birinchi sigaret chekayotgan inson hamma yashirib chekadi. Haligi to'rttasi o'tirib olib oshnalar o'zlarini yigit hisoblab mana shu ishni qilishadi. Hammasi otasidan berkitgan, onasidan berkitgan. Berkitmagani bo'lsa ham otasi ham onasi ham o'ziga o'xshagan bir ahmoqlar shu ishni otasidan onasidan berkitmaydi. Lekin sog'lom fitratdagi insonlar shuni berkitib qiladi. Mana bu dalilki, bu ish yuqorida aytilgan Rasululloh aytganlaridek qalbda shak bo'lgan harom narsa degan. Hech kim endi bunda mutashobih dalillarni olib kelib halolligi ijozat olishga haqqi yo'q. Yoki Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalom sifatida aytadiki, yuhillu lahumut tayyibat va yuharrimu alayhimul khaba'is. Payg'ambar insonlarga pokiza narsalarni halol qiladi, jirkanch narsalarni harom qiladi degan. Hamma shuni jirkanch deb tan oladi. Masalan, nos chekkan odamni yurgani, turgani, og'zida jirkanchligidek jirkanchlik yo'q. Sigaret chekkan odamni ham shunday. Haligining tishin sarg'ayganidek, og'zidan hidlanganidek jirkanchlik yo'q. Sog'lom tabiatlik, hamma jirkanadi. Shu jirkanchligi uchun ham ko'p joylarga chekish mumkin emas deb yozib qo'yadi. Lekin qayerda bor suv ichish mumkin emas deb yozib qo'yilgan joyi? Hatto kofirlar nizomida ham ko'p joylarga chekish mumkin emas deb yozib qo'yadi. Nima uchun shu? Nimaga suv ichish mumkin emas deb yozib qo'ymaydi? Bu dalilki, bu suvdek bir pokiza narsa emas bu. Jirkanch narsa bu. Jirkanch bo'lgandan keyin Alloh aytayaptiki, mana payg'ambar jirkanch narsalarni harom qiladi, deyapti. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislar zarar va dirar degan. Zarar berishi yo'q hech kimga. Inson o'ziga ham zarar berishga haqqi yo'q. Abu sigaret chekkan inson hammaga zarar qiladi. O'ziga avvalo boshqaga ham. Hammaga zarar qiladi. Bu jihatdan ham harom bo'ladi. Alloh aytayotganki, "Va la taqtulu anfusakum." O'z jonlaringni o'ldirmanglar degan. Sigaret chekish inson o'zini o'zi o'ldirishlik hisoblanadi. Buni o'sha qutisiga ham yozib qo'ygan. Va bu yana inson o'zini o'ldirmagan taqdirda ham bir a'zosini o'ldirishligini o'zi inson o'zini o'zi o'ldirish hisoblanadi. O'zlaringni jonlaring deyapti. Ya'ni har qanday jonga tegishli narsaga zarar qilish inson o'zini o'zi o'ldirishligi sanaladi. Keyin bu mol dunyoni zoya qilish hisoblanadi. Pulni bir kuydirib yo'q qilish hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, banda qiyomatda 4 narsadan so'ralmasdan turib qadami joyidan siljimaydi deb, shular jumlasidan topayotgan molini qayerdan topdi va qayerga sarfladi. Shuni so'ralmasdan turib qadami joyidan jilmaydi. Va boshqa hadisda aytganlar, innalloha kariha lakum salasan. Alloh sizlarga 3 narsani yomon ko'radi deb, shulardan birini molda zoya qilish deganlar. Bu ochiqchasiga pulni yoqib kul qilish. Bunga mubtalo bo'lgan odamlar har kuni chekadigan bu mablag'ga bir miskinning qorni to'yib kuni o'tadi. Mana bular Alloh oldida javob beradi qilgan ish uchun. Agar halol degan taqdirda ham shu narsani o'zi yetadi unga. Lekin yuqorida o'tdik qancha dalillar, mana bular hammasi qat'iy dalolat qiladiki, tamaki ham, nos ham, bular hammasi, sigaret ham har qanaqangi nom bilan nomlansin harom bo'ladi. Vallohu alam.